Xudoni zikr qilib ko'p qilgan odamga muammo eshiklari yopiladi, baxt eshiklari ochiladi. Xudoni ko'p eslagan odamning xatolari o'chiriladi, gunohlari o'chiriladi. Xudoni ko'p eslagan odamga Xudo taolo tomonidan muin, madad ko'p kelar ekan, yordam ko'p kelar ekan, nusrat ko'p kelar ekan. Xudoni ko'p eslagan odam va Xudoni ko'p eslagan odamning qalbiga sakina. Eng dunyoda musulmon uchun, musulmondan boshqasi buni tushunmaydi, unga kerak emas, u so'ramaydi ham. Xotirjamlik, sakina, xotirjam bo'ladi. Televizorga chiqib, yangi oyning 10-siga yerga shunaqangi bir meteorit kelyapti ekanki, agar kelib urilsa, yer o'z o'qidan chiqib ketar ekan desa, nima bo'pti deydi. Nima chiqib ketsa? Buni Xudo xohlayaptimi? Shu meteoritni ham Xudo jo'natyaptimi? Hamma Xudodanmi? Xudodan. Kelsa, bo'p uyimizga tushsin, bizga nima hazil bor deydi. Nimaga u? Chunki Xudosi bor-da buni.